Aleyküm. Hop, mana bu mashina qabul qildi. 3 ta bo'ladigan hozir 3 ta ozgina dovush bo'laganda keldilar. Mana bir yerda ko'ramiz. Bu chetrida setkasi bor. Bismillahirrohmanirrohim. Mana oldi setkasi bor mana. Pishgan. Mana katalizator bo'ladi. Dovuşu. Ben katalizator oldu yana bitti böyle. Ben üstüne açtı bunu, manada kesip, ununu koysa oladı. Ununu koymadı bunu. Bana sorup koysa bana aşağı tikip oladı. Bunu kesip, jojuğu to'g'irlab, keyin vart qilish kerak. Biz bunu bak olamiz. Va katalizatorni ham bir o'ylab qurib beramiz. Agar ichida yo'q bo'lsa, turba qilib, turib pasatib beramiz. Olganimizdan bir video qo'yamiz, xudo xolisa.